Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan Surxondaryo viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazib kelinmoqda. Bu gal Milliy tibbiyot markazi mutaxassislari bilan hamkorlikda ilk marotaba jigar ko'chirish operatsiyasi bajarildi. 50 yoshli Yusufjon Amonov Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiladi. U bundan 4 yil avval jigar kasalliklari bilan og'rigan edi. Kasallikning yuki, og'riqlardan azoblangan Yusufjon Amonov tuzalishdan deyarli umidini yo'qotgandi. Davlatimiz rahbarining tibbiyotdagi islohotlari, aholi salomatligini mustahkamlash yo'lidagi ezgu sa'y-harakatlari, orzulari bir olam bo'lgan insonning dardiga darmon bo'ldi. E'tiborlisi, unga jigar ko'chirish amaliyoti davlat tibbiy sug'urtasi orqali imtiyozli Respublika Milliy tibbiyot markazi mutaxassislari va viloyatimizdagi shifokorlar ishtirokida o'tkazildi. Bunday amaliyotlar oldinlari faqatgina xorijiy davlatlarda bajarilgan bo'lib, ko'pchilik jigar sirrozi bilan og'rigan bemorlar katta sarf xarajatlar bilan, qiyinchiliklar bilan xorijiy davlatlarga borib davolanib kelar edi. Yaratib berilgan imkoniyatlar tufayli barcha zamonaviy uskunalar, zamonaviy shifoxonaning qurib bitkazilishi, undagi bo'lgan yuqori texnologik jihozlarning mavjud ekanligi, murakkab amaliyotlar guruhiga kiradigan yaqin qarindoshlar o'rtasida jigar transplantatsiya amaliyotini bajarib turibmiz. Bu tibbiyotdagi islohotlarimizning bevosita natijasi deb o'ylayman. Bugungi kunda viloyatda jigar kasalliklariga chalinganlar 2500 nafardan ortiq. Ularda ham murakkab jarrohlik amaliyotlarini aynan viloyat tibbiyot markazida o'tkazish rejalashtirilmoqda. Quvonarlisi, transplantatsiya amaliyoti uchun bemorlarni to'g'ri tashxislashda tekshiruvlar ham bepul yo'lga qo'yilgan. Agar biz shu amaliyotni to'liq shu yerda o'zlashtirib oladigan bo'lsak, mana bizning xalqimiz shunchasi ertaga qiynalmasdan viloyat markazini o'zida qolaversa, Respublika Milliy markaz hamkorlikda amalga oshirsak bo'ladigan eng yuqori texnologik amaliyotlardan bittasi yo'lga qo'yildi. Imkoniyati cheklangan mana ba'zi bir oilalarimiz davlat hisobidan bepul amalga oshirildi. Bundan tashqari chanoqson bo'g'imida, tizza bo'g'imidagi endoprotezlash amaliyotlari ham viloyat markazida to'liq yo'lga qo'yilgan bo'lib, bular ham tibbiy sug'urta tizimi orqali bepul amalga oshirib kelyapti. Poytaxtlik va mahalliy shifokorlar hamkorligida bemorda jigar ko'chirish amaliyoti o'tkazildi. Operatsiya uchun 8 soatdan oshiq vaqt ketdi va natijalar muvaffaqiyat chiqdi. Aytish kerakki, jigar ko'chirish noyob amaliyotlar sirasiga kiradi. Bu turdagi amaliyotning viloyat markazlarida o'tkazilayotganligi bemorlar va ularning yaqinlari uchun qulay imkoniyat bo'lmoqda. Qolaversa, mahalliy shifokorlar uchun malaka oshirish imkoniyati ham paydo bo'lmoqda. 18 yillarga kasal edim. Bizda aprel bo'ldim, og'rimasi zo'r. Operatsiyadan chiqdim. Yaxshiman, to'g'riman. Jigar operatsiyasi o'tkazildi, zo'r. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida endilikda murakkab turdagi amaliyotlarni ko'paytirish, o'zaro tajriba almashish, yangi tibbiy amaliyotlarni aynan viloyatning o'zida joriy etishga harakat qilinmoqda. Binobarin, odamlarning og'irini yengil qilish, dardiga darmon bo'lish, ularga shodlik ulashish eng ulug' savobdir. Bugun tibbiyotimizdagi islohotlar ham mohiyatan ana shu maqsadga qaratilgan.